hammaga. Bugun biz sizlar bilan kimyo xonasida ishlatiladigan laboratoriya jihozlari bilan tanishamiz. 100 ml o'lchov silindri, 25 ml o'lchov silindri, shisha stakan, o'lchov kolbasi, konussimon kolba, petri idishi, voronka, probirkalar, pipetka, talarni qizdirish uchun shtativ, universal shtativ, probirkalarni ushlash uchun qisqich, moddalarni ushlash uchun qisqich, yog'och qisqich, 2 xil shpatulalar, pipetka, temperaturani o'lchash uchun termometr, filtrlash uchun maxsus qog'ozlar, probirkani yuvgich, qattiq moddalarni maydalash uchun qovuncha, vyuxning voronkasi, gaz ballonchasi, spirt lampa, tomchi analiz uchun planshet. Laboratoriyada o'z xavfsizligimizni ta'minlash uchun biz har doim oq xalat, himoya qo'lqoplari va himoya ko'zoynagidan foydalanishimiz zarur. Siz bilan bugun Sharofat Begim bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr!